Usta, men buni suvarkalash kerak. Assalomu alaykum aka, nima xizmat ekan? Men buni suvarkalash kerak. Bo'ldi akajon. Xudo xolasa yarim soatda tayyor bo'ladi. Bizga ish ham kamayib ketdi elektrosvarchilarga. Usta, men buni mashina qilib suvarka qilib bering. Assalomu alaykum, o'zim akam. Nima bo'ldi? Nima xizmat? Men buni mashina qilib suvarka qilish kerak. Aka, argondan mo'shlisi yo'q. Dunyo bo'yicha eng kuchli svarka va argonli svarka Eng bo'ladi. kuchlisi bo'lsa ham kuchlisida Bo'ldi qiling. akajon, o'zi yarim soatda his qilamiz, bilasiz. Uf, argonchilardan kaltayaverishim ham jonga tegib ketdi. Soqqani hammasi argonli svarkada ekan. Shu argonli svarkani o'rganaman shekilli. Suvarchi aka, men bu chugunni chiroyli qilib suvarka qilib bering. Chugunmi? Chugunni elektroodda svarka qilsa bo'ladi. Bo'ldi-da endi. Bir argonchilar bir maza qilsin dedim-da, nima dedinglar akalar? Xullas, bilaman aka, buni elektrodda svarka qilsa bo'ladi. Faqat tushgunda qimmatroqqa svarka qilish kerak. Tushundingizmi? Narlar tushunmasdan chiroyli detal bilasiz, qimmatroq narx aytdi. Chiroyliroq narx aytdi. Boshing siz ham endi ish qilishingiz kerak-ku. 100 ming so'm bo'ladi. Qilib bering. 100 ming so'm? Kelinglar, adashgan jigarbandimizni o'zimiz imichimida urib o'ldiraylik.